O'zbekistonda yangilik akalar o'choqda ekonomishni o'choqlar mana Rossiyada ko'rgansizlar buni, O'zbekistonda yangilik qilishibdi akalarimiz. Hozir video davomida buni ekonomliligiga, keyin hali dam olgani dachaga boradigan akalarimizga tayyor hali yengil ekan. Eng og'iri necha kilo bu aka? Og'iri 10 kiloni atrofida issiqligi bu o'chog'imiz, ha? 10 kilo 15 kilolik o'choq ekan. Yig'ishtiriladi. Yig'ishtiriladi, bu mashina orqasiga shunday bagaj yuklab olib ketilaveradi. Mana hozir matga 16 litr suv quyganmiz, buni yoqqanimiz yo'q atayna. Mana qo'lda ham naq ko'ring, muzdek, yaxday suv. Hozir buni yoqib ko'rsatib beramiz, ustaga unda. Necha minutda qaynashini ham ko'rsatib beramiz. Video davomida mana yoqilish jarayonlar. Video davomida bu yerda necha litrdan necha litrgacha? 10 litrdan 22 litrgacha. Bu yerda hozir qozonlarimiz razmeri 10 litrdan 22 litrgacha bo'lgan qozonlarni bemalol tutamaydi. Nimasiga mo'rlariga ham e'tibor beringlar, o'sha tutamaydi. Tepalarida ham mana qoraytirib olmas ekan. Kulturni ekan. O'rtalari oshna og'aynilar dachalarga borib, o'rnatib ham qilsa bo'laverganda. Bemalol qulaylik haqida ham o'z orqasiga kirib, joylashib, oyoqlari sinimat bo'ladi, kandaylar sinimat bo'ladi. Pastda zonlar bezapaslik cho'q buqaqa uchmaydi. Ularga ham pastga tushmas kerak, kulturni mana. Chiqargan donlar. Kundonlar chiqadi mana. Cho'q pastga tushib, pastda iflos bo'lmaydi. Mana toza turibdi, hozir ko'ramiz. Buni bir vaqtga qarab qo'yaylikmi? Telefonni vaqtiga. Tashvosini tashladimi? Ha, o'zi flashda. Mana vaqtni yaqinlashtirib ko'rsatinglar. 9 dan 25 minut bo'ldi. Hozir bunga masala solingan yo'q, masalan ovqat deganda tuz solinadi. O'shani hisobiga bu nisbatan 5 minut tezroq ham qaynaydi. Tezlashib qaynash, tezlashadi. Suvni o'zi qaynashicha sekinroq bo'ladi. Ovqat bo'lgandan keyin baribir o'shandan 3-4 minut oldinroq hisoblab qo'yaveradilar. Orqasida bulokalar ham. Mikrofonga emas, telefonga gapiryapman. Keyincha o'choqlarni bir kuzatib o'tamiz. Bu razmerimiz 10 litr qozonga 37 sm diametri. Keyingisi 400 deymiz, 40 sm bunisi. 12 litr qozon tushiradi. Bunisi 450 deymiz, 45 sm. Bunga 16 litr qozon tushiradi bunga. Keyingisi 470 47 sm. Eng kattasi mana shu 20 litr qozon tushiradi. Mana 20 litr qozon turishini ko'ryapsizlar. Har xil razmer o'choqlarimiz bor. Mana o'zidan ko'rsalar ham bu o'chog'imiz yig'iladi, oyoqlari chiqadi. Yangi gayka bo'tlar qattirilgan. Mana zonlar chiqadi, kunlarga chiqadi. Bash turishda olibsa yig'ib ham ko'rsatib beraverasizmi? Yig'ib ko'rsatib beraman. Ha. Kanday. Mikrofon berdingiz unda. Bashni hozir yig'ib ko'rsatib bering bittasini. Yo'qlar, tez. Bitta gayka bolt bilan hammasi bir xil nimalar gayka boltlar, ha? Bitta kulch bilan ish bitarganda mashina bagajiga shunday solib ketishavergan toqqa qarab, dachalarga. Xonadonlarga ham zo'r ekanda joydan joyga ko'chirishga aka. Ha, oyoqlari chiqdi. Shunday ko'tarib ketishaveradi. Necha kilo chiqadi aka o'shanisi? 10 kilo tortilgan yo'q hali. Qalinlik 2 mm. Qalinlik 2 mm salyapti, rossiyskiy. Taylarda mana uchilanadi bor. Mana taylarni ko'rsalaring, taylari bukilib ketmaydi. Mana ustida qo'yib qo'ygan har bittasida bor. Kuchaytirilgan 2 qavat qilib qo'yilibdi-da. Ha, yani metal qo'yib, o't yongan paytda ishib qiyshab ketmaydi, hech qayerga ketmaydi. Bu kelamiz chiqib ham beramiz u. Egilib ketish bola bo'lmaydi. Necha kilo? 75 kilo. Asosiysi bu kandaylari ham bog'bor. Misol uchun kanday sesli kanday ezilib ketmaydi bu. Hatto yopishib qolmaydi yering. Asosiysi akalar bular hammasi hali qimmat lazer deb qo'yamiz. 30 ming dollarlik lazerda kesiladi. Chunki qo'l mehnati hali balgarka emas-da. Shuning uchun ishlar kачественный chiqadi. Mana shashlik ko'ramiz ham bor ekan. Nahnovalarni ham bir qator aytasizmi endi? Mana kuturmas. Mana. Bu 12 litr 10 litr deyotganimiz 500 ming so'm.
12 litriga 40 sm bo'ladi. Bunisi 550 ming so'm. Bu 45 sm 450 deyotganimiz 600 ming so'm. Eng kattasi 650 ming so'm. Biz 500 mingdan 650 minggacha. 550 ming. Olib sotib foydalanamiz degan akalarga Bo'lsa ham kelishib olsin, kelishamiz, kelishgan narxda qilib beramiz. foydalangan akalar, hali xo'zmangiz bo'lsa, boshqa bo'lsa, olib, qo'yib foydalanaman degan akalarga mana kelishtirilgan narxda qilib berishaveradi. Bu endi ko'rasiz, o'shamiz qizib oldi, kun ichkatdan chiqqan yo'q. O'pshi tutagan yo'q. Mana bitta e'tibor beringlar, qattan. Ichlar va yonishlarini ko'ringlar mana. Dahshat, yonishlar ha. Yonishlari mana. Zo'r yonaman. Pastda mana zo'lniklari bor. Qani endi. Alloh bo'ras. Hozir endi issiq qizib qoldi, buni keyin chiqaramiz. Qisib qolibdi hozir. Ha, qizigandan keyin chiqaramiz. Kutilgandan ko'ringlar. Mamatlarda ligrovkalari bor. Ligrovka qilib, U baland past qiladimi? bana pasqa bemalol boshqasi bo'ladi. Zo'r ekan. Hozir endi buni isigandan davom ettiramiz endi. Aha. Hozir qaynashlarini ko'rib. Ancha vaqtimiz o'tib ketib qoldi. Hozirda bloger akamiz kelib, video qilganimizcha hozir qo'lda kuydiryapti hozir. O'sha qaynash kelib qoldi. 25 ta boshlanadi. O'zi qaynadi hisobda o'sha qaynash kelib qoldi. Hozir ichida masala bilan shu hozir qaynab ketardi, haliga ichida suv, suvni qaynash o'zi. Qo'lda usha bo'lmaydi. Usha bo'lmaydi, hozir tiqib bo'lmaydi. Pastdan qarang, o'sha bo'lib chiqyapti. Qaynash boshlandi. Orada o'tgan qaramay qolibmiz, video bilan bo'lib. O'chalar zarur bo'ladigan bo'lsa, mana shu aka nomerli telefon raqamiga telefon qilaverasizlar. Dastavka O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda o'sha yaqin uzoqga qarab 50 ming so'mdan 150 ming so'm, 200 ming so'mgacha O'zbekistonning salvasi bor joygacha dastavka qilib beraveramiz, xudo xolasa. O'chalar omon garantiyali zo'r chiqyapti. Bemalol murojaat qilaverasizlar.